hamkasbimizni, qadrdonimizni bir duo qilaylik. Ilohi amin. Yarjon, Alloh ishlaringni rivojini bersin. Kasbkorlaringga Allohim baraka bersin. Nima niyat qilgan bo'lsang niyatlaringga Alloh bergan dardingni Allohning o'zi eson-omon, sog'-omon ertaroq qaytarib olsin. Ilohim, mana safarlarga ketmoqsan Hindistonga, borayotgan yo'llaring ochiq va tekis ravon bo'lsin. Mushkullaring oson bo'lsin. Borayotgan joylaringda mana shu mushkullaringni ertaroq qutib olib, dardlaringni ertaroq qutib olib, sog'-omonlikda oilang bag'riga, qolaversa xonadoning bag'riga, ota-onang bag'riga sog'-omon qaytib kelishdi. Qolaversa O'zbekiston Respublikasining barcha maydonlarida sog'-omonlikda ko'rishni, qolaversa barcha ko'pkarida ovozlaring butun dunyoni jaranglatib yayrashni yaratganning o'zi nasibi ro'z aylagan bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Ana endi balonatbozlar eshonbog'imizdan bir duo olamizda, xudo xolasa bugungi to'yimizni boshlaymiz. Marhamat eshonbog'.